Assalomu alaykum aziz saxiy insonlar. Bugun qizim bilan ko'p tarmoqli shifoxonaga, bolalar shifoxonasiga kelib yotdik. Qizim qulog'ini orqasida bez paydo bo'lgan, shuni operatsiya qilish kerak ekan. Operatsiyaga mablag'im yo'q. 4 ta farzandim bor. Uchalasi ikkinchi guruh nogironi. Bu qizim ham ikkinchi guruh nogironi. Quloqi eshitmaydi, ham epilepsiyasi bor. Qo'linglardan kelsa iltimos yordam beringlar. Mana qaytasi Xudodan qaytsin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan.